Bundan oldingi videomizda klot shimlarimizni obzorini qilgan edik. U standart klot shimlarimiz bo'lsa, endi sizlarga nostandart qomatdagi bolshimerka shimlarimizni, ya'ni klot shimlarimizni obzorini qilib beraman. Demak, 52-razmerdan 62-razmergacha 6 ta shim asos andazalarimizni, ya'ni klot shimlarimizni modellashtirib sotuvga chiqardik. Qizlar bemalol mijozingizga modellashtirmasdan mana shu tayyor modellashgan shimlarni olib ishlashingiz mumkin, hamda bozorga ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lgan qizlarimizdan bemalol olib ishlab chiqarishni rivojlantirsa bo'ladi. Qizlar, mana 60-razmerdagi shim asos andazalarimiz, umumiy boksi aylanalari 128 sm hamda mana old detali hamda arqa detallari bor. Bular asosan maxsus chizilgan, ya'ni modellashtirib tayyorlangan hamda bel qismlarida bunda ham vichka bo'lmaydi qizlar. Mana shu holatda olib to'g'ridan to'g'ri dalivoyni matoga to'g'rilab bichib mijozlaringizga yetkazib bersangiz bo'ladi.